bo'lasizlar, bularni telefon. Bola va'da qildimda mana 21:45 o'tdi, shu men videoni boshladim. Survivalni birinchi qismiga qarasanglar, o'zi men bo'ldi. Mana 6-level va mana meni o'sha full nezrit branyalarim. Qani endi naryoqda ham ko'mir ko'ryapman, ularda ham qazib kelish shart. Bola bitta anoyim qoldi. Ochofatligim. No, mayli ochofatni dunyoda yo'qotish kerak, lekin Minecraftda ko'paytirish kerak. Bolalar, chickenni ko'ryapman. Chicken banana deydi-ku. Hozir biz 7-level qolsak, yana nimadirlar qilamiz bolalar. Bu ideyani faqatgina o'zim. Bu ideyani men o'ylab topdim. Birovdan ko'chirganim yo'q. Bunaqa video hech kimda yo'q bolalar. Agar kimdir mendan ko'chirib olgan bo'ladi, agar bu videoni YouTube'da ko'rgan bo'lsanglar, foydali anoni ko'pligini bolalar. Dahshat ko'p. Hoppali. Bolalar, videoning nomini nima deb qo'yamiz? Men bilmadim. Men mayli har bir daraja sari efik narsalar deb qo'yamiz. Qani endi yana o'zimga xohlagan narsamni olib olaman. Va bolalar, men o'zim narsamni oldim. Nimaga aytayman? Men non oldim. Chunki menda kitovar bor bu. Ovozimni sal pasaytiray. Chunki men qornimni qanaqa ochib ketganimni bildinglar bolalar. O'zimga craft olishim shart edi men. Shart emas, aniq shart edi. Let's go baby, happy. Mayli detski bo'lmaymiz. Qani hamma o'g'illarni kovlab olish kerak. Qani davay kovlashdan zerikib ketdim daji. Lekin 8-level bo'lsam men sehrlangan oltin olma olaman. Va'da. Menda mana bu narsa bor va buni ham sal qoldi videoni to'xtatib qo'yardim. Let's go baby, happy. Ana buni sindiramiz. Sindirib xato qildimmi deymanda. Hozir o'lib qolsam-chi. Shuncha nezrit banalalarim demoqchi edim hozir. Sal qoldi. Endi nimaga daraja bermayapti? Nasib bo'lyaptimi shunchalik? Hozir shuncha nechtadir o'g'il kovladim, bitta ham daraja berayotgani yo'q. Endi beryapti. 8-level. Let's go, 8-level bo'ldim. Endi o'zimga sehrlangan oltin olma kerak Minecraftga. Ana bola tushdi. Yeb ko'ramizmi? Yeb ko'ramiz. Let's go bola, endi men yuragim 2 stakka ko'paydi. Let's go. Yiqilib tushdim. Let's go. Qani endi mana bu yerdan mana shunaqa narsalarni olamiz. Qani let's go baby. Voy bo'lim, bu yerda yana o'g'il bor ekan. Yana o'g'il kovlaymiz. Men o'g'il kovlashdan zerikib ketdim. Oldinlari faqat o'g'ilga kerak edi menga o'g'il. Survival qilganlarda ham faqat o'g'ilni qidirib yurardim va neger daraxt qidirardim. Hozir menga o'g'il kerak emas, vaqti ko'laverib zerikib ketdim. Lekin kerak. Daraja bersinda bu ham. Shuncha oddiy ko'lamayapman, to'g'rimi? Men o'ylashimcha oddiy ko'layapman. Shunchaki prosta ko'layapman-da. O'zimga yangi narsa ko'lab olaman. Narsa ko'lab olaman emas. Kirka yasab olaman. Mana buni o'sha urinib ketdi-da. Let's go baby. Happy da. Shu qo'shiqni aytib zerikib ketmadim. Ana. Endi bolalar, ovozim sizlarga yetib boryaptimi? Men bilmadim, telefon qotib qoldi. Basharasiga oyog'im deysizmi bilan qotmay qoldi. Zaryadam 5 dan kam foiz qoldi. Yo'q. Telefonim 2%, 1% va video tugadi. Desam hazillashaman. Hali 5% bor. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Videoyim 5% bo'lsa ham men sizlarga video chiqaryapman.
Buning uchun albatta obuna bo'lib qo'yish shart. Qani endi bu yoqdan nimadirlar qilamiz. O'sha menda bemalol dragonni o'ldirishga yetadigan narsalar bor-da. Bu yerda nimadirlar bor. Nimalar bor bu yerda? Menga ko'mir kerak bolalar. Men ko'mirni qidirib bo'lgandan keyin videoni boshlayman desam bo'lmaydi. Har vaqtimiz ancha bor. Bolalar, o'sha men nima qilishni bilmayapman. Yana 2 ta level oshirishim kerak bolalar. 10-level qilaman va men portal ramkasi bilan portal yasaydigan narsa qilib olaman. Keyin bolalar, men bemalol ajdarxonni o'ldirishga ketaman. Let's go. Kamol olishim kerak men. Men narsalar olib bo'lgandan keyin level yig'mayman u portal qurishga. Albatta. Let's go baby, happy. Mana bu yerda nimadirlar qilib, qidirib, narsalar qidirib yuramiz. Men bu tomonga o'tdimmi? Bu tomonda hech narsa yo'q bolalar. Qani endi nimadirlar qilish kerak-da. Bo'lmayapti lekin. Qani bolalar, o'sha men tezroq rivojlanishim kerak. Uning uchun sizlar menga obuna bo'lishinglar shart. Videoni to'xtatib turaman chunki bolalar teskari daraxt. Bu teskari emas ekan. Men teskari daraxt deb o'yladim. Umrimda birinchi marta ko'rishim bo'ladi lekin teskari daraxtni. Bu yerlarda nimalar bor? Chicken banana emas, chicken qo'y bor ekan. Ba qo'y. Xarosh emas. Chunki darajani kam berdi. Bola, men o'zimga yetarli daraja qilganimda videoni boshlayman. Hozircha esa hammaga 5 minutga xayr. Let's go bola, men qaytdim va men 12-levelda qaytib qildim, bilasizlarmi? Men hammasini ko'mir kovlab qildim. Hattoki men bu yerda ham ko'mir kovlab, mana bu ozgincha kirkamni urinib ketdi. Ya'ni men mana bu kirkani yangi yasadim. Bitta kirka sindi-da, ana u ko'mir kovlaverib va endi men narsalarimni olaman. Qani ketdik. Birinchi jonsiz qilamiz va 4 ta narsa olaman bolalar. What the fuck? Menga albatta legendarnaya qanaqadir bloklar kerak. Mana bunaqa blok kerak. Keyin oddiy blok olmayman. Legendarnaya bloklar olaman. Va bolalar, endi men potom bitta topor olishim kerak. Qilich kerak emas menga. Endi bir dona narsa tanlaydigan bo'lsam, men mana shuni olaman. Bo'ldi. Endi ajdarxonni o'ldirishga let's go bo'lamiz. Keyingi qismda faqat hammaga xayr, sizlar bilan Stefan bo'ldi.